Beshinchi tushunchaga o'tamiz. Beshinchi tushuncha trigonometrik jadval. Biz fizikani o'rganish uchun shu jadvalni bilishimiz kerak. Fizikadagi boshidagi misollar mana shu jadvalni bilsak oson chiqadi. Shu jadvalni yozib olib, buni yodlashimiz kerak. Trigonometrik jadval. Demak, alfaning qiymatlari 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180 va 360. Trigonometrik funksiyalar 4 ta funksiyasi bor. Sinus, kosinus, tangens va kotangens trigonometrik funksiyalar bu. Xo'sh, alfaning joyiga 30 kelsa, sinus 30 alfaning joyiga 0 keladigan bo'lsa, sinus 0 gradusda 0 ga teng. 30 gradusda 1/2 ga teng. 45 gradusda ildiz 2/2 ga teng va hokazo. Mana shu jadvalni yozib olasizlar, rasmini tashlangandan keyin yozib olasizlar va shuni yodlaysizlar. Mana shu jadvalni yozsalaring yetadi. Hozircha to'liq jadvali bor, uni yodlash shart emas. Mana shu jadvalni yodlasalaring, biz misol ishlashga shu yetadi. Endi foydalanish. Masalan, sinus 30 gradusdan foydalanishimiz kerak. Sinus 30 gradusda nimaga teng? Demak, sinus topamiz, 30 gradus topamiz. Mana u sinus 30 gradusda 1/2 ga teng. 1/2 ga teng. Yoki kotangens 60 gradusda kotangens topamiz. Kotangens alfaning joyiga 60 qo'yilyapti. 60 gradusda 1/3 ga teng. Kotangensimiz 60 gradusda 1/3 ga teng. Buni irratsionallikdan qutqarsak, surat mahrajini ildiz 3 ga ko'paytirib olsak, surat mahrajini ildiz 3/3 degan javob kelib chiqadi. Demak, shu jadvaldan foydalanishni bilishimiz kerak. Bu 5-chi tushunchamiz. Buni yodlab qo'yishimiz shart. Keyingi tushunchamiz, 6-chi tushunchamiz trigonometrik ayniyatlar. Trigonometrik ayniyatlar. Buni ham tushuntirib ketaman, bir formulasini buni yozib olasizlar. Masalalarda shundan foydalanamiz. Demak, birinchi sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1. Eng asosiy trigonometrik ayniyat hisoblanadi mana shu trigonometriyadagi. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 ga teng. Bundan sinusni topadigan bo'lsam, endi oldida plus minus ham bo'ladi. Sinus topadigan bo'lsam, bu tomonga o'tadi. Ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Mana plus minus ham bo'ladi. Uni ko'p bizga fizikada yozasiz, matematikada yozasizlar. Bizga uncha shart emas. Sinus degani sinusni top desa, o'sha kosinus berilsa, ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Xo'sh, shundan kosinus topadigan bo'lsak, sinus bu yoqqa ayirma o'tadi. Ildiz chiqarsak, kosinus alfamiz ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi. Xo'sh, tangens alfani top desa, tangens degani sinusning kosinusga nisbati. Tangens degani sinusning kosinusga nisbati. Xo'sh, kotangens degani esa kosinusning sinusga nisbati. Bular bir-biriga teskari hisoblanadi. Kotangens degani bu kosinus sinusga nisbati. Mana shu 5 tani yozib olasizlar va formulasini 4-5 marta yozib eslab qolishga harakat qilinglar. Men masala ishlayotgan paytimda yoki ba'zi bir formulalarni isbotlayotgan paytimda shundan foydalanaman. Shu qayerdan keldi ekan deb o'ylanib o'tirmaymiz. Misol, sinus alfamiz 1/2 ga teng bo'lsa, kosinus alfani toping deb qolish mumkin. Sinus alfa 1/2 ga teng, kosinus alfani toping deyapti. Demak, buni qanday topamiz? Kosinus alfa mana bu yerda ko'ryapsizlar, ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Mana ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa. Sinusning joyiga 1/2 ni qo'yamiz va kvadrat ko'taramiz. U 1/2 ning kvadrati, ya'ni 1/4 bo'ladi. Mana buni ayiradigan bo'lsak, ildiz 3/4 bo'ladi. Bundan bitta ildiz qilib yozsak, ildiz 3/2 bo'lib qoladi. Chunki 4 dan ildiz chiqsa 2 chiqadi. Demak, kosinus alfamiz ildiz 3/2 ga teng ekan. Demak, biz sinus berilsa, kosinusni topishni bildik. Mana bu formula yordamida topyapmiz. Biz sinusning son qiymatini mana yerga qo'ydik va kosinus topdik. Buni endi sekin-sekin tushuntirib boramiz. Hozir 0 dan boshlayotganlar tushunishi qiyin, yozib olib qo'yinglar. Asta-asta buni nazariya o'qiyotgan paytda har bir o'qishda bir nazar solib yorsalaring tushunib olasizlar. Keyingi fizikani bilish uchun 7-chi tushunchamiz foiz tushunchasini bilish shart. Foiz tushunchasini bilishimiz kerak. Endi foizni prosent ham deymiz. Shuni bilishimiz kerak. Birinchi, A sonining P foizi quyidagicha topiladi. A sonining P foizi quyidagicha topiladi. Masalan, A sonining P foizi 1 ga teng desam, uni topish uchun o'sha A ni sonni foizga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, berilgan sonni foizga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. O'zi foiz nima? Foiz degani sonning 100 dan 1 ulushiga foiz, prosent deyiladi. Foiz, prosent bitta ma'noni bildiradi. Sonning 100 dan 1 ulushiga foiz deyiladi mana. Misol keltiraman. 80 ning 20 foizini toping.
80ning 20% topishimiz kerak. Boshlaymiz. Mana b ga teng deyman. A ning joyiga 80 kelyapti. 80 ko'paytirilgan. Foizimiz 20. 20 ga ko'paytiramiz. 20 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lamiz. Har doim 100 ga bo'linadi. O'sha berilgan sonni foizga ko'paytirib 100 ga bo'lasizlar. Bu holda 2 0 qisqarib ketsa 16 kelib chiqadi. Demak 80 ning 20% bu 16 ga teng ekan. Demak sonning foizini topishni bildik. Ikkinchisi A sonini P foiziga kamaytirish. Endi shu A sonini P foiziga kamaytirish kerak. Uni topish endi formulasi. P foizga kamaytirganimizda B son chiqadigan bo'lsa, B son shu A sonning o'zidan shu foizini hisoblab aytish kerak. A minus A ko'paytirilgan P foiz taqsim 100. Yoki umumiy ko'paytuvchi A ni chiqarib olsak, B barobar qovusda 1 minus P foiz taqsim 100 bo'ladi. Misol keltiraman. 120 ni 40% ga kamaytirish. Oson bu. 120 ni kamaytirish. Demak, B teng 120 ni o'zini yozamiz va 40% ni topib olamiz. 120 ning 40% ni topamiz. 120 ning 40% ni topish uchun 120 ni 40 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Uni hisoblasak 48 chiqadi. Demak, 120 dan 48 ni ayirtirsak 72. Demak, 120 ni 40% ga kamaytirsak 72 bo'lar ekan. Yana usuli birinchi foizini topinglar, 120 ni 40% ni topasizlar, mana 48 bo'ladi. Shu berilgan sonni ayirib tashlaysizlar, 72 kelib chiqadi. Keyingisi A sonini 20% ga kamaytiring deyapti. A sonning o'zini kamaytiring deyapti, qaranglar. Demak, B barobar A ni yozamiz. Shu A sonini 20% ni hisoblaymiz, 0.2 bo'ladi. Ayirib talaymiz, 0.8 chiqib keladi. 0.8 A bo'ladi. Demak, A sonini 20% kamaytirsak, 0.8 A bo'lar ekan. Keyingisi, uchinchisi. A sonini P foizga oshirish. Endi oshirish o'rganamiz. Oshirish bo'lsa qo'shuv bo'ladi, kamaytirish bo'lsa mana ayirib edi. Shuni oshirganimizda B chiqadi desam, B barobar A plus A ko'paytirilgan P foiz taqsim 100 bo'ladi. Yoki umumiy ko'paytiruvni chiqarib olsam ham bo'ladi. A ni chiqarib olsam 1 plus P foiz taqsim 100 bo'ladi. Misol keltiraman. 150 sonini 30% ga oshiring. Mana formula. A ning joyiga 150 qo'yamiz. A ning joyiga yana 150 qo'yib, foizga ko'paytiramiz, 100 ga bo'lamiz. Hisoblasak 195 degan javob kelib chiqadi. Oson yo'li 150 ning 30% ni topib olinglar avval. Uni topish uchun 150 ni 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Hisoblasak mana shuni 45 chiqadi. Oshiring desa, shu berilgan songa 45 qo'shamiz foizini, kamaytiring desa ayiramiz. Tushunarli? Masalan, A sonini 60% ga oshiring. 60% ga oshiring desa, A sonning 60% ni topib olamiz, 0.6 bo'ladi. A ni 60 ko'paytirib 100 ga bo'lsak 0.6. Oshirish desa, shu berilgan songa qo'shamiz. A ga 0.6 A ni qo'shsak, javob 1.6 A kelib chiqadi. Bu sonni oshirish. Tushunarli? Buni bilishimiz kerak. O'zimiz ham. Endi shuni yaxshilab o'rganib qo'yinglar. Foizni topish, shu sonni foiziga kamaytirish va oshirish. Shuni ham bilib qo'yinglar. Mana. Xo'sh, endi 8-tushuncha, oxirgi tushunchamiz. 8. Kosinuslar teoremasi ekan oxirgi tushunchamiz bu. Kosinuslar teoremasi. Uchburchakning istalgan tomonining kvadrati qolgan ikkita tomoni kvadratlari yig'indisidan shu ikkita tomon bilan ular orasidagi burchak kosinusining ikkilangan ko'paytmasini ayirish natijasiga teng. Endi bu kosinuslar teoremasi, buni qoidasini ta'rifini yozdiryapman. Endi katta ta'rif, buni unchalik yozib qo'yasizlar va o'qib sekin-sekin yodlaysizlar mana buni. Endi asosiy narsa mana uchburchakni tushuntiraman. Mana uchburchak. A tomon, B tomon, C tomon. Alfa burchak, beta burchak, bu gamma burchak. Grek alfabetining kichik harflari bu gamma burchak. Endi A tomonni topmoqchi bo'lsak, A tomonning kvadrati teng. Ta'rifda ham deyilgan. Qoidasida ham. A tomonning kvadrati teng. Qolgan tomonlar kvadratlar yig'indisi minus shu ikki tomonning ko'paytmasining ikkilangani va orasida burchak kosinusga ko'paytmasi. Demak, A kvadrat teng ikki tomonning kvadratlar yig'indisi minus ikki tomon ko'paytiramiz, b ga ko'paytirib va oradagi burchak kosinusga ko'paytiramiz. Bu A tomonni topish. B tomon ham xuddi shunday bo'ladi. B tomonni topish uchun b kvadrat teng qolgan tomonlar kvadratlar yig'indisi minus 2ac kosinus beta. C tomon ham C tomonning kvadrati teng A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB kosinus gamma bo'ladi. Aynan C tomon topayotgan bo'lsak, uning qarama-qarshi tomonidagi burchak qo'yiladi. Tushunarli?
Qachon foydalanamiz? Agar uchburchakning ikkita tomoni va shu tomonlar orasidagi burchak ma'lum bo'lsa, uchburchakning uchinchi tomonini topish uchun kosinuslar teoremasidan foydalaniladi. Demak, uchburchakning ikkita tomoni bor. A tomon bilan B tomon bor va shu tomonlar orasidagi burchak gamma ham berilsa, S tomonini topish so'ralsa, kosinuslar teoremasidan foydalanib S'ni topamiz. Mana forma yordamida. Buni ham yodlab qo'yasizlar. Mana bu 8 ta tushunchani bilishimiz kerak. Fizikani yaxshi tushunishimiz uchun. Buni sekin-sekin ham o'rganib boramiz. Shularni yozib olinglar.